Aktrisa Yulduz Rajabova sevgan insoniga turmushga chiqmoqda. Turk aktyori Emre Kıvılcım aktrisa Yulduz Rajabovaga turmush qurish taklifini berib, qo'liga uzuk taqdi. Yulduzli juftlik birgalikdagi suratlarni Instagram sahifasida e'lon qilishdi. Ularning ushbu xabarni ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juda olqishlar bilan kutib olishdi. Chunki bu taqdirning o'z tarixi bor. Juftlikning muhabbatli munosabatlariga 5 yil bo'ldi. Yulduz Rajabova turk aktyori Emre Kıvılcım bilan 2020-yil Mendirman Jaloliddin serialni suratga olish jarayonida tanishgan. Emre serialda bosh qahramon Jaloliddinni gavdalantirgan, Yulduz esa qahramonning sevgilisi Qutlubekani ijro etgandi. Serial taqdimotidan so'ng Emre va Yulduzning iliq munosabatlari haqida xabarlar tarqaldi. Serialning Toshkentdagi taqdimotida esa Emre va Yulduzning yaqin munosabatlari oshkor bo'lgandi ham. 2021-yilda Emre Instagram sahifasiga Yulduz Rajabova bilan tushgan suratini joylab, "Tug'ilgan kuning bilan sevgilim" deb yozib qoldirdi. O'shanda o'zbek shou biznes vakillari va tarmoq foydalanuvchilari 2 yoshga baxt tilagan. Shundan so'ng Yulduz va Emre turli madaniy tadbirlarda birga ishtirok etdi. Dubay va Istanbul sayohatlarida birgalikda ko'rinish berdi. Biroq bir muddatdan so'ng juftlik birgalikda ko'rinmay qoldi. Emre Kıvılcım 2023-yilga bergan intervyusida Yulduzga bo'lgan sevgingiz tugadimi degan savolga "Ishq bitmas, u mozorga qadar" deb javob bergan edi. Yulduz Rajabova nega hozir u yo'q? U sizni tashlab ketdimi? Biraz zorlaşmaya başladı sorular. Diyor ki her zaman sizin yanınızda Yulduz Rajabova'yla oynadınız ya. O yüzden her zaman biz sizi onunla beraber görmeye alışkınız diyor. Yani niye şimdi yok yani? Yani soruyu biraz süsleyip, önünü biraz süsleyip, kibarlaştırıp değil mi? Soru soruyor. Yani Yıldız'la konuşuyoruz hala, görüşüyoruz. Şu an yanımda değil. Şeye çıkacağım çünkü. Sevgi bitti mi? Yok mu? Sevgi bitmedi. Sevgi bitmez. Aha. Bizde kolay bitmez sevgi. Biz sevdik mi buradan severiz. Eyvallah. Mezara kadar. Mezara kadar. Aynen öyle. Demek haliyam sevasiz. Tabii. Tabii. Yulduz Rajabova esa turkiyalik hamkasbi bilan munosabatlariga hech qanday izoh bermagan. Aktrisa aslida Emre bilan faqat do'stona munosabatda bo'lgani haqida aytgandi. Emre Kıvılcım men bilan hamkasb, do'stona munosabatlarimizni ommaviy axborot vositalari vakillari muhabbatga yo'yishdi. Aslida biz bir-birimizni loyiha bilan tabriklab quchoqlaganimiz va birga tushgan suratlarimiz sabab turli gap-so'zlar tarqaldi. Bularning barchasi haqiqatdan yiroq. Bugungi kunda yuragim bo'm-bo'sh degan edi Yulduz Rajabova. Ayni paytga kelib esa 5 yillik munosabatlar mustahkamlandi. Taxminlar esa haqiqatga aylandi. Yulduz Rajabova sevgani turk aktyori Emre Kıvılcımga turmushga chiqmoqda. Mahoratli va go'zal aktrisamizga baxt tilab qolamiz.